Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz Shovot tumanidamiz. Zulfir akamlarning ulug'bek ammani uylarida. Bu yerda xabarlaringiz bormi yo'qmi bilmadim. Emali Group hozir nafaqat ko'mir kochollarni va nafaqat plastik bilan birgalikda hozir gazli kochol, elektrokachol va umuman barcha isitish tizimlari bilan shug'ullanishni boshladi va faqat plastik emas, temir trubalar bilan ham ishlashni boshladi. Bu yerda hozir ko'mir gazli kocholimiz bor. Bu yerda ozgina peredelka qilinadigan, qo'shiladigan joylar bor. Shu yerni hozir ishlab turibmiz, birga ko'rib chiqamiz. Uyimizda mavjud mana shu kocholimiz bor, gazli kochol. Bu примерно doğru hesap kitobini chiqarish qiyinroq. Где-то 20 kilovatliklar atrofida beriladi. Dimoxotimiz ham samovar tipda zotilgan. Bizani jami qilib turgan ishimiz mana shu sistemaga yangi liniyani ulayapmiz. Mana bu dalanjoyimiz, mana podachamiz kelayotir. Bu yerda endi profildan qo'yilgan. Ketdi mana shu trubamiz. Bu yerdan hozir liniyani uzaytirishni boshladik biz. Obratkamiz mana polning tagi bilan keladi. Bu yerda obratkamizning tushib ketgan joyi bor. Shu yerdan ulanadi. Bu yerdan girib keldinglar, uklon bilan kelayotirmiz. Bu oxirgi xonamiz bo'ladi. Usti yog'och bilan bostirilgan, tuproq bilan izolyatsiya qilingan panelli radiatorlarni qo'yamiz. Mana xudo xolasa ishimizni o'z nihoyasiga yetirdik. Yuqoridan podachani olib ketdik-da. Mana kerak bo'lsa klientlarga ikki ish bo'lmasligi uchun mana bu yerda yana girgan trubamiz, даже buni yana bo'yab ham berdik. Temir truba bilan ishlab mana yerimizni uladik. Mana shu trubamiz yerdan kelayotir. Demak, jami 3 ta tochkani tortib, trubalardan bo'yab, ko'rib turganingizdek, gruntovkasini qilib berdik. Ajoyib bo'lib qizdi. Xudo xolasa ishimizni yakunladik. Yine egasi Ulug'bek ham, Ulug'bek aka, mamnunmisiz? Shukr. Ajoyib. Yine bir arkamızda joy soldik. Ataplini etdik, remonta boshladik. Emali zakaz berdik, geldiler. Ataplini o'tirib berdiler. Katta rahmat ularga. Ajoyib ishlab turibdi. Hammangizni tasfiya qilamiz shu dunyoga. Sizdan katta rahmat. Yine hamma o'zimiz bilan keldik. Shart shu. Necha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldi o'xshidan. 2 kunda bitirib ketdilar. Hamma o'zlaridan komplekt. Keladilar. Katta rahmat. Endi siz omad banaza. Bunday malarka ishlaringiz ketib turibdi. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Yaxshi kunlar bo'lsin shu yerlarda. Hammangizni tasfiya qilamiz. Rahmat. Shunday. Rahmat. Hammangizga tavsiya qilib qolamiz. Uylaringizni otopleniyasini bizning Emali Group kompaniyasi bilan birga qilishingizni. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.